Bosing. Uka, qo'y videom aka. Qo'ysangchi nomeri bijir qilib yopib qo'yaman. Chutki chiqyapti. Amma videoni qarasangiz, kami 100 mingta like bo'ladi. Otadi videomiz. Bu videoni hozir o'chirmasang yomon bo'ladi. Nima bo'ladi? Hammadan uzr so'raymiz. Endi foydalanadi. Maqtanchoqlik. Bu holat boshqa takrorlanadi. Hamma действияni jazosi bor. Hamma gapning jazosi bor, shuning uchun. Endilikda har qanaqa videoda qoidabuzarlik aks etilsa, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Nomeri yopdim, yuzingiz ko'rinmayapti. Qanaqasiga topishadi? Uka, yo'l harakat xavfsizlik monitoring bo'limi xohlagan narsani topadi. Topsa topibdi-de, nima qildi? O'sha jarimasini to'lab chiqib ketaveraman. Meni mana shunaqa video olganing uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 201 prim 1 moddasiga ko'ra 60 barobardan 80 barobargacha shtraf to'laysan. Bo'ldi o'rtoqlar, yetadi. Nechta avariya bo'ldi, nechta odam o'lib ketdi. Muammodan pul bilan chiqib ketaman desangiz, qanchadan qancha vaziyatlar qamoq jazosi bilan tugayapti. Shuning uchun o'rtoqlar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.